erkakni baxtli qilish uchun nimalar qilish kerak va ayolni baxtli qilish uchun nimalar qilish kerakligini solishtiramiz. Erkakni qanday baxtli qilishdan boshlaymiz? Tayyormisan? Unda boshladik. Unga ovqatlar pishirib ber. U bilan yaqin bo'l, uni hurmat qil, uni qadrla. Bo'ldi. Asosan shunaqa 4 ta narsa. Hatto buni kichkina qog'ozga yozib qo'ysa ham bo'ladi. Endi ayolni qanday baxtli qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Tayyormisan? Unda diqqat bilan eshit. Ayolni baxtli qilish uchun kuchli bo'lishing, ishonchli bo'lishing, hissiy jihatdan irodali bo'lishing, qiziqarli bo'lishing, maqsadli bo'lishing. Yana undan tashqari uning santexniki, elektrigi, ustasi, quruvchisi, bankomati, psixologi, advokati, eng yaqin do'sti, qo'riqchisi, sayohat agenti, haydovchisi, fotografi, shaxsiy yordamchisi, hissiy tayanchi. Va sen hali ayolni baxtli qilishning yarmiga ham kelganing yo'q. Shuning uchun sen erkak sifatida birinchi o'rinda o'zingni moliyaviy holatingni yaxshilashing kerak. Bu orqali sen videoni boshida sanab o'tgan ishlarni 90% hal qilasan. Men doimiy ravishda boylik haqidagi bilimlarimni bo'lishib boraman. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'l.